Assalomu alaykum vatandoshlarimiz. Mana navbatdagi Skromniy Reflyonka deb nomlangan darvozamizni o'z manziliga olib kelib, ustanovka qilib, ponni jarayonlarini yakunlab oldik. Bu darvozamizning manzillari, bunga ishlatilgan materiallarni qisqacha obzor qilsak, bu darvoza Farg'ona viloyati Vodiyga qo'ydik. Furqat tumani Ko'vdo'ppi degan qishloqqa olib kelib qo'ydik. Darvozaning razmerlariga kelsak, eniga 3 metr bo'ldi, balandligi 320 bo'ldi. Darvozaga ishlatilgan materiallari, oyog'in tagi 8 ga 4 shveller qilindi, bezuloq, yollari 8 ga 6. Stenasi 2 stena profil bo'ldi. Tepa tomoni ham 8 ga 6 profil bo'ldi. Zalzor yopish maqsadida 1,5 ga 1,5 profil ponni kurgova aylantirib chiqilgan. Darvozamiz tahiyasiz bo'lgan. Ponni silikon katta ochiladi, chunki katta mashina olib kelaman Nodirbek, menga tahiyasiz qilib bering deganlar uchun ponni katta qanotni hozir ochib ko'rsatib ham beramiz. Katta qanot ponni ochiladi, tahiyasiz bo'lgan. Bunga qovurga qismlariga 6 ga 4 profil ishlatilgan. Buni stenasi ham qalin 1,5 stenada foydalanilgan. Listimizga kelsak, listimiz 1,3 listdan foydalanilgan. Bir qavatli variantda arg'amchi kandizlardan ponni ishlov berilgan. Chunki fasonida bo'lgan, katalogdan tanlaganlar, o'z o'g'illari telefon orqali gaplashganmiz, Telegramdan tashlab berganman. Bezaklariga mana 3 ga 2 profildan ponni X qilib turib, karkas qilib turib to'qib chiqilgan. Tanga berilgan. Mana ponni tangalardan o'rtasiga qo'yib chiqilgan. Soqqa deydi, tanga deydi ko'pchilik. O'rtasiga pesh bo'lindiga 3 ga 2 profil foydalanilgan. Buni stenasi ham qalin bo'lgan. Tepa tomoniga list qilib turib, 1,3 listi, mana shu o'zini listidan lazer qilib turib, havo kirib chiqish uchun, skvaz uchun foydalanib turib qilib berilgan tepa tomoniga. Kalitkamiz alohida razmer, 72 sm kalitka alohida ochilgan chekka tomoniga. Fasonida bu yerda o'rtasida Nodirbek menga chekka tomoniga qo'yib bering deganlar uchun chekka tomoniga qo'yib berildi. Kalitkamiz mana ochilib yopilishadi, nihoyatda chiroyli, yengil. Mana zamonlarga kelsak, zamonlar o'sha hammaga qo'yib kelinayotgan bir xilda Turetskiy stimul zamok qo'yib beramiz. Agar zubr deysa, zubr ham qo'yib beraveramiz. Bundan deysa, Turetskiydan bundan ham qo'yib beraveramiz. Darvozamiz ranglariga kelsa, ranglari mokr asfalt rangida bo'ldi. Bir xilda однотомный, hech qanaqalik ajratish boshqa bo'lmagan. Bitta farqli jihati nержавейка yopishtirib berganmiz ikkala tomonda. Chunki bu ham rasmida bo'lgan, nержавейка ham qorasidan yopishtirib berilgan. Laklari matviy lak bo'ldi. Xohlagan ranglarga, xohlagan laklarga sepib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib, ustanovka qilib beramiz. Darvozamiz orqa tomoni-chi deganlarga orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Mana orqa tomonlari ham mana tekis bir xilda. Mana ochilib yopilishlari. Bismillah. Darvoza turgan joyingizda qotadi. Xudo xohlasa ochilib ketish yo yopilib ketish joyi yo'q mana. Mana qanotni qo'ygan joyingizda qotsa haqiqiy o'limiga o'lgan bo'ladi. Agar sal kasoyligi bo'lsa, darvoza qiyshiq bo'lmasa, tagi qochib qolsa yo terasi qochib qolsa, darvoza qanot shunday turmaydi. Darvozaning o'zining qanoti ham o'zi aytadi. Bismillah. Galajogimiz nima deyapti galajogimiz? Xohlasa qo'yib beramiz galajog ham. Misol har qanday darvozaga qo'ysa bo'laveradi galajog. Chunki buyurtma qilishdi, Nodirbek menga galajog qo'yib bering deyishdi, bo'pti deb qo'yib berdik. Xudo xohlasa mana shu darvoza kimga ma'qul kelsa, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib, ustanovka qilib, aytgan joylarga razmerlarni o'zimiz olib, shu yerga ham o'zim razmer telefon orqali kelganman, lakasi tashlab berganlar, o'zim kelib razmerlarni olganman. Endi shu xonadonimiz egalari, keling endi. Assalomu alaykum. Nodirbek aka. Assalomu alaykum. Charchamang. Alaykum assalom. Mazangiz yaxshimi? Charchamasdan, qimirlab turibsizmi? Qaradi, mana darvozani olib kelib qo'ydik. Albatta aka. Hop, o'zim kelib razmerni olganman. O'zingiz Farg'onada ishda bo'lgansiz. Ishda bo'lib turib sizga bog'landim aka. Telegramda rasmlarni tashladingiz. Kelib o'lchadingiz. Mana chiroyli qilib yasab berdingiz. Birinchi boshlanishda biz nomerimizni qayda olgansiz? To'g'risini ayting. Sherigimdan oldim aka. O'rtog'imdan. O'sha uyga qo'yganman. O'rnatgan qo'yganman. O'shandan oldim, ma'qul kelganda keyin bog'landim aka sizga. Xudo xohlasa ishlarimiz ma'qul keldi. Juda ma'qul aka. Biror joyda bir kamchilik yo'q. Yo'q, kamchilik yo'q. Qanday bo'lsa o'shanda rasmda qanday bo'lsa o'shanda chiqdi. Albatta, kamchilik topolmayapman. Topolmadim. Agar kamchilik bo'lsa ayting. Yo'q aka, zakonni. Mana o'zim razmerni kelib oldim, mana tog'a bordilar, mana kelib lakasi tashlab berganlar, razmerni o'zim kelib olib, mana o'zim kelib yana o'rnatib. Karobka bo'lib o'rnatildi aka, qarang. Nima, zazorlar yo'q, zazorlar yo'q.
Hamma yo'q ochib yopishlarni ko'rib oldingiz. Zakon. Ranglarchi, ranglarga nima deysiz? Rangi cho'tkaki. Hamma yo'q joy-joyda. Albatta. Ahfirali bergan pulingizga rizo bo'ling. Darvoza Rozi nasib aka. qilsin. Yaxshilik kunlarga ochib yoping. To'ylar bo'lsin, to'ylarga doim katta ochiq, ota-ona hojilarga borganda ham Kelib katta ochiq tursin. Ahfirali bergan pulingizga rizo bo'ling. Rahmat. Xudo xohlasa obunachilarimiz mana realni Ahfirali xonadonni egalari. Namanganlik akalarimiz darvozasi ajoyib, sifatli. Sifatiga gap yo'q lekin. Chunki Kelib yasaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha bizni kuzatishadi-da. Ha. O'shanga sizni gapingiz bizga ishonch bo'ladi. Gap yo'q aka. O'shanga agar sizni O'zim ham kuzatib turaman. Ha, Furqat tumanidan aloqaga chiqishadi. Bemalol lokasiyadan tashlab beraman, kelib ko'rib ham ketishaveradi. Mana kesalaring, mana nomerlarni olib Nomerlarni qo'ying. yopishtirib qo'yilgan. Bemalol nomerlaridan bog'lanaverasizlar. Ahfirali sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Xo'p. Charchamanglar, yaxshi Salomat bo'ling. ko'ringlar. Xo'p, charchamanglar. Obunachilarimiz, darvozamiz, videomiz yoqqan bo'lsa, bir donadan laykni ayamaysizlar degan umiddamiz. Agar ishimiz ma'qul kelib qolsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ishlarni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Juda